10 ta eng yomon sarmoya qiladigan joy. O'zbekistonda eng yomon va foydali emas pul tiqadigan joylar. 95% odamlar ushbu joyga pulini ketkazadi. Shu sababli shu 95% odamlar kambag'al yashaydi yoki doimo puli yo'q yoki qarzlarda, bo'y bo'lolmaydi, doimo qiyinchilikda. Agar siz ushbu videoni ko'rib, mana shu joylarga pul ketkazishni bas qilsangiz yoki kamaytirsangiz, sizda qarzlaringiz kamayadi, sizni yashashingiz osonlashadi va pulingiz ko'proq yig'iladi. Eng muhimi, siz ko'proq pul ishlashni boshlaysiz. Agar siz ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz 5% muvaffaqiyatli odamlarning ichiga kirasiz. 95% kambag'allarning ichidan chiqasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, meni ismim Azam Azizov. Men ushbu kitobning muallifi. Pul iqtisodiy investitsiya haqida kitob. Ushbu kanalda biz mana shu pul haqida, boylik haqida gaplashamiz. Shu uchun agar ushbu mavzular sizga qiziq bo'lsa, hozirdan kanalga obuna bo'ling. Men 10 ta eng yomon pul ketadigan joyni yozdim. Sizga hozir qadamma-qadam hammasini aytib beraman. Birinchisi bu qimmat telefonga pul ketkazish. Bitta masalaga sirni ochib beraman. Asosiy odamlar kim mana shu qimmat telefon olsa, ular 80% mana shu telefonning funksiyasini ishlatishmaydi. Ular ko'p pul to'laydi, lekin asli 20-30% bilan foydalanadi xolos. Masalan, mana kimdir aytadiki, men qimmat telefon olmoqchi, chunki u telefonda kamerasi zo'r deb. Lekin asli u daraja zo'r kamera oddiy odamlarga kerak emas aziz do'stlar. U daraja zo'r kameralar kimga kerak bo'lishi mumkin? Kim blog olib boradigan bo'lsa, YouTube'dami yoki kimdadir mana shu operator bo'lib ishlaydimi, montajyor bo'lib ishlaydimi, vso. 90% odamlarga oxirgi telefonlarning modeli kerak emas. 4 yil, 5 yil oldin chiqqan telefonlarning kameralari o'sha oddiy asosiy odamlar uchun mana shunda yetarli. Va boshqa funksiyalar ham. Hozirgi oxirgi telefonlarda funksiyalari juda baquvvat, lekin ko'pincha odamlarga bu narsalar kerak emas. Oddiy odamlar shu ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradi, telefonlashadi, mana shunaqa narsalar qiladi. Vso. Ularga o'rtacha telefon yetarli. Shu uchun juda qimmat telefon olish shart emas. Bu birinchi joy. Qayerga odamlar nezashta pulni ketkazadi. $1000 to'lashadi qimmat telefonga, lekin asli ularga $300 telefon o'sha spokойно yetadi. $700 ni lutshi boshqa joyga ketkazish shu, sarmoya qilish shu pulni yana ham ko'paytirish va kayf qilib yashashdi. Ikkinchi joy, qayerga kerak emas, bu juda qimmat mashina olishadi. Pontlar uchun, maqtanish uchun, lekin maqtanib o'zimni ko'rsataman deb qimmat telefon olib, odamlar qarzga botadi yoki kredit oladi 3 yilga, 5 yilga, 5 yil umrini mana shu kreditga ketkazishadi. Zato mana odamlar ko'rsin, men qanaqa krutoy deb yashaydi. Lekin qimmat mashina obslujivaniyasi ham, unga xarajati ham ko'proq bo'ladi qimmat mashinada. Shunday qilib odam doimo stressda. Bor puli shu mashinaga ketadi. Undan ko'ra bor pulini o'ziga ketkazsin, sog'ligiga ketkazsin, oilaga ketkazsin yoki birov ko'payadigan joyiga ketkazsin, maza qilib yashashsin. Agar odam hozir qarzga botib, doimo stressda bo'lsa, odam yaxshi yasholmaydi. Odam yana ham ko'proq pul ishlamaydi agar doimo stressda bo'lsa. Yana qanaqa minus qiladigan joy, bu qimmat to'y qilish yoki даже juda qimmat bo'lmasa ham, o'rtacha ham bo'lsa ham to'y qilish. Nimaga odamlar shu narsalarga juda pul ko'p ketkazishadi? Kimdir 1 yilga, 2 yilga boshqa davlatga borib, gastarbayterlik qilib ishlaydi. Kimdir qarz oladi, kimdir kredit oladi. Undan ko'ra oddiy to'y qilib, shu saqlangan pulni
kuchmas mulk olishsin, yoki mashina olishsin, yoki qanaqadir qarzlar bo'lsa, qarzni yopishsin, yoki odam sayohat qilsin, maza qilib yashasin, yoki shu pulni bankka qo'ysin, yoki investitsiya qilsin, pul doimo mana shu foiz olib kelsin. Odamlar esa to'sh boshqalar nima deydi, hozir yaxshi to'y qilmasam, odamlar o'ylaydi, men kambag'al debmi, yana nima deb majburiy, agar o'ziga kerak bo'lmasa ham, agar o'zi xohlamasa ham majbur ko'p pul ketkazish, qarzda botib yurishga. Bu narsa kerak emas. 4-inchisi, bu marakalar. To'yda tashqari bizni xalqimizda, o'zbeklarda, tojiklarda juda marakalar ko'p. Har qanaqi agar boshqa nimalar bilan olsak, millatlar bilan olsak, ularda u daraja ko'p emas. Bizni marakalarimiz ham nafaqat ko'p, ham ular xarajatli. Allanishda odamlarni taklif qilish kerak, allanishda nimadirlarni qilish kerak, sovg'alar qilish kerak. Bu qanday odam pul yig'adi, qanday odam yaxshi yashaydi agar har oy qanaqadir maraka bo'lsa, har oy ketadigan joy pul qaqadir ketadi. Qanday odam umuman o'ziga keladi? Qanday odam boy bo'ladi? Agar boy bo'laman desa, boy bo'lishga imkoniyati yo'q. Chunki постоянно uni ham nimasi muhimi, vnimaniyasi doimo bayramlarga ketadi va doimo pul ham ketadi. Men aytganim yo'q, hamma bayramlarni yo'q qilish kerak deb. Yo'q. Yaxshi bayramlar bor, kerakli bayramlar bor, lekin 80-70% bayramlar ularni qilmasa hech narsa yomon bo'lmaydi. Dinga ham ta'sir qilmaydi, oilaga ham ta'sir qilmaydi, naborot даже yaxshi bo'ladi. Chunki odam pulni saqlab, kerakli joylarga pulni ketkazadi. Nimaga o'zbek odamlar umuman ko'plari kambag'al, nimaga boy bo'lishga qiynaladi, nimaga hammalar doimo qarzda yuradi? Chunki kerak emas xarajatlari juda ko'p. Yoki muhim emas xarajatlari juda ko'p. 4-inchisi, 5-inchisi bu kazinolar, bu bookmaker kontoralar, mana qimor o'yinlar, stavkalar. Bizni men e'tibor berdim, xalqimizning ichida mana shunaqa kasalliklar juda ko'p. Juda ko'p, ayniqsa erkaklarning ichida pulni mana shunaqa joylarga ketkazadiganlar. Ular o'ylaydiki, pul ishlayman deb, hozir yutib olaman deb yoki yana qanaqadir narsalar deb o'ylaydiki, lekin bu unaqa emas. Chunki bu qimor o'yinlarda unda algoritm ishlaydi. Algoritm shunday qiladiki, oxirga kelib odam qarzga botadi. Odam minusga kiradi. Bilarmidingiz? Mana shu stavka, kazinolar ular kim hisobida ishlaydi? Oddiy odamlar emas, kim kam o'ynab nima qiladi. Yo'q, ularda pul ishlamaydi. Asosiy 10% mijozlarda ishlaydi. Qarzga botadiganlar, hamma narsani sotadiganlar, mana shularni hisobida ishlaydi odamlar. Mana shu kazino nimalar. Menda alohida kanalimda videom bor. To'liq men aytib berdim, bu hujjatli film. Polnama ochib berdim, mana shu qanday stavkachilar ishlaydi, qanday qimorlar, kazinolar ishlaydi. Mana shu hujjatli filmni ko'rib, siz bilasiz, что bu narsa kerak emas, ko'zingiz ochiladi agar siz mana shu narsani o'ynayotgan bo'lsangiz. Yana qanaqa keramas joylar, bu hozir O'zbekistondan ham shunaqa narsalar ko'paygan, pulni ko'paytirib beramiz deydigan va'dalar, har xil joylar, ijtimoiy tarmoqlarda har xil narsalar bo'ladiki, sityovoy marketinglar yoki qanaqadir odamlar aytadiki, mana men pulingizni ko'paytirib beraman yoki treyderchilar, mana shuncha berasiz, biz shuncha ko'paytirib beramiz. Mana shu do'stlar, bitta narsaga ishonish kerak. 99.9% kim sizga agar pulni tez ko'paytirib beramiz desa, birdaniga ko'paytirib beramiz desa, yoki kafolat bersa pulni ko'paytirishga, все, bunda значит ko'payish imkon yo'q. Chunki yoki sizni aldashyapti bu firibgarlar, yoki kim aldamasa ham, o'zi ishonsa ham, lekin bu iqtisodiyot bo'yicha, moliya bo'yicha qayerda juda qisqa muddatda juda katta daromad bo'lsa, shu joylarda juda ko'p xavf, juda ko'p risk bor. Agar kimdir bitta ikkita odam ishlab olsa ham, qolgan 10 ta 15 ta odam shu joylarda pulini yo'qotadi.
Shuning uchun bunaqa joylarga pul ketkazmang. Agar sizga kimdir mana shu pulni nima ko'paytiramiz qilmang. Qanaqa joyga siz pulni agar qo'yamatsangiz qilish mumkin? Uzoq muddatli investitsiyaga. Investitsiyada uzoq muddatlida siz birdaniga pul ishlamaysiz, birdaniga boy bo'lmaysiz. Lekin sabr qilib sekin-sekin sizni pulingiz ko'payishi mumkin. Qayerda sabr bilan sekin-sekin pul ko'paysa, shu joylarda haqiqat pul ishlashga imkoniyat ko'proq bo'ladi. Yana qanaqa joy bor? Bu значит, bu ayniqsa ko'pincha holatda yigitlarda bo'ladi. Nafaqat yigitlarda bu pul ketkazish ayol kishilar uchun ularni shunday qilib sevgisini sotib olish. Shunday qilib xohlayadiki, hozir men ko'rsataman, menda pulim ko'pligini, men hozir qimmat narsalar olib beraman, men unda bunda qilaman deb, lekin asli agar odam shunday qilsa, odam o'ylaydiki, что mana shu qiz meni ko'proq yaxshi ko'rishni boshlaydi deb. Lekin ayol kishi sizni emas, sizni pulingizni ko'proq yaxshi ko'rishni boshlaydi. Statistika bo'yicha shunaqa narsa borki, qancha erkak kishi shu ayol kishini vnimaniyasini, muhimini sotib olaman deb pul ketkazsa, nabarot statistika bo'yicha ayol kishilarga bunaqa yigitlar mencha ko'p yoqmaydi. Uzoq muddatda ularni gaplashi, nimashi uzoq muddatga cho'zilmaydi. Men aytganim yo'q, sovg'a qilmanglar deb, qo'llab-quvvatlamanglar deb. Yo'q, bu normal holat. Lekin slishkim ko'p buni qilmash kerak. Agar sizda maqsadingiz shu pul bilan odamni sotib olish desa, uni sevishni sotib olaman desangiz, bu ishlamaydi aziz do'stlar. Bu sizga nabarot zararli bo'ladi. Ba'zilar odamlar esa, bu ham ko'pincha holatda yigitlarda shunaqa narsa bo'ladi, umuman kallasi ketib qoladi, kasal bo'lib qoladi. Bor pulini oilasini o'rniga nima yoki o'zini o'rniga ketkazish uchun bor pulini qarzga botaman desa ham ayol kishiga pulni ketkazadi. Bu ham noto'g'ri ish. Yana qanaqa narsa borki, bu ta'lim, diplom uchun ba'zi odamlar qayerdir o'qishga kiradi, lekin bu o'qish ularga qiziq emas. Ular 3 yil, 4 yil, 5 yil umrini ketkazadi, kontraktga, dogovorga pul to'laydi yoki byudjetda o'qisa ham kiraman deb ham kimgadir pul qistirib kiradi. Oxiri allanechchi yil umrini yo'qotadi, diplom oladi, lekin shu diplom bo'yicha ishlamaydi. Bunaqa holat bizni millatimizda ham ko'p. Diplom uchun o'qiydi, nomi uchun o'qiydi, lekin shuncha yil, shuncha pul ketganini agar boshqa joyga odam sarmoya qilganda, boshqa ta'lim uchun, o'ziga qiziqayotgan narsa uchun ketkazganda, o'qishni bitirib, ancha ko'proq muvaffaqiyatliroq odam bo'ladi. Puli ko'proq bo'ladi. Odam shuncha yil o'qib, keyin bir oddiy joyga ishga kirib, kam pul ishlaydi. Bu kerak emas. Bu ham noto'g'ri xarajat qiladigan narsa. Aytgancha do'stlar, qisqacha reklama. Universal bankda hozir shunaqa aksiya ketyaptiki, siz kartasini birdaniga 1 daqiqaning ichida olishingiz mumkin. Bu kartalarni даже ko'chadan ham tarqatishyapti. Sizga qanaqadir ro'yxatda o'tish, kutish, hech narsa kerak emas. Keldingiz, kartani oldingiz, ketdingiz. Bunaqa narsa O'zbekistonda kam. Bu momentum karta deyiladi. Shu uchun albatta agar siz ko'chada ko'rsangiz shunaqa kartalarni tarqatishsa, bemalol olishingiz mumkin. Bu aziz do'stlar mutlaqo bepul. Bundan tashqari Universal bankda yangi ofis ochildi. Furqat 23 ko'chasida, Toshkentda, bu sentrda. Shu uchun xolasangiz mana shu kartalarni yangi ofisga kirib ochishingiz mumkin yoki luboy boshqa joydan ham, luboy ofisdan ham, har qanday ofisda siz mana shu kartani olishingiz mumkin yoki ko'chadan ham ko'rib qolishingiz mumkin, тоже olishingiz mumkin. Men tavsiya qilaman, Universal bank zo'r. Так что agar kartani ochsangiz, albatta ayting, men bloger Azam Azizov orqali eshitdim, bepul karta 1 daqiqaning ichida olish mumkin ekan deb, albatta oling. Biz esa davom etamiz. Yana qayerga xarajat qilish mumkin emas. Bu bizda
o'yinlarga, men boya aytdim qimor haqida, bu oddiy o'yinlar. Qanaqa? Misol uchun mana ilovalarda, telefonlarda o'yinlar bo'ladi, odamlar nimadir o'yinlarda sotib oladi, nimadir qanaqadir podpiskalar qiladi. Bu narsalar shart emas aziz do'stlar qilishga. Ayniqsa ba'zi odamlar kimdir bir martalab olsa mayli, muammo emas. Lekin ba'zi odamlar o'yinlarga pul ko'p ketkazadi. Shu pullarni lutshi o'yinlarga emas, o'zingizga ketkazing. O'zingizni bilimingizga ketkazing. Bankka omonat qiling, investitsiya qiling yoki qanaqadir kerakli narsalar oling, chem o'yinlarga ketkazishingizdan ko'ra. Yana oxirgi ikkita bu kiyim. Hozir ayniqsa marketplace'lar rivojlanyapti. Shunaqa holatda kasallar ko'payapti. Kim marketplace'larda ko'p narsalar oladi. Ayniqsa kiyimlar. Ba'zi odamlarda shuncha kiyimi borki, даже yarmisini odam kiymaydi yoki kiysa ham yilda bir martalab, ikki martalab kiyadi xolos. Bu juda noto'g'ri, yomon xarajat. Odam pulni ketkazadi ishlatmaydigan narsaga. Ishlatadigan narsaga faqat pul ketishi kerak. Ko'pincha odamlarda shunaqa holat, что ko'pincha kiyimni ishlatmaydi yoki aytaylikki tam qanaqadir botinkalarmi, tuflilarmi, kimdadir ko'p yoki kimdadir sumkalar ayol kishilarda ayniqsa ko'p, lekin qanaqadir sumkani oyda bir martalab ishlatadi yoki 2 oy, 3 oyda bir martalab. Mana shu ham noto'g'ri xarajat. Agar siz yoki sizni ayoshingiz ko'p mana shunaqa narsalarga pul ketkazsa, to'g'ri mana shu videoni siz yuborishingiz mumkin, ular ko'rishi mumkin. Umuman aytgancha aziz do'stlar, agar sizni tanishingiz kimdir ko'p xarajat qilsa, любой mana shu videoda aytib bergan narsalarimga ko'plarga xarajat qilsa, mana shu videoni yuboring, чтобы ular o'zini yondan ko'rishsin, bilishsin sababini, nimaga ularda ko'pincha holatda puli yo'q yoki qarz bor yoki nimaga ular boy bo'la olmayapti. Shu videoni yuborib siz ularga foyda berasiz. Oxirgisi men aytib beradigan narsani bu sigaret, alkogol yoki nima yana ham yomoni bu narkotik. Do'stlar, buni hammalar biladi o'zi. Bu yomon narsaligini, lekin kimdir o'ylaydiki, "Amma sigaretga qancha ham sigaretga pul ketardi. Mana shuncha tam sigaretning upakovkasi turadi" deb. Lekin siz buni oyga hisoblang yoki yiliga hisoblang yoki nasvoymi yoki boshqa. Siz agar bir yilga qancha xarajat qilganingizni hisoblasangiz mana shu narsalarga, ko'rasizki, что оказывается bu ko'p pul ketar ekan bu narsalarga. Shu pulni men agar boshqa joyga ketkazganimda, nabarot, pul ketadigan emas, pul olib keladigan joyga men hozir shularni ketkazganimda ancha hayotim yaxshi bo'lardi deb siz shunaqa qarorga kelishingiz mumkin. Shu uchun agar sizda mana shu men hozir videoda aytib bergan narsalarim o'ylasangiz ham, qancha kiyimga shuncha ketkazaman yoki o'yinga shuncha ketkazaman, kopeykalar ketkazaman, ko'p pul ketkazmayman deb o'ylasangiz, siz sanab ko'ring, oyga va yiliga qancha siz shu narsalarga ketkazasiz. Siz ko'rasizki, оказывается, men haqiqat shu joylarda menda pulimni ko'p yarkan deysiz. Aziz do'stlar, men shu videoni nima sababdan yozdim? Men xohlamanki, bizni xalqimiz rivojlansin, qarzdorlikda chiqsin, kambag'allikda chiqsin, ko'proq muvaffaqiyatli odamlar bo'lsin. Shu uchun agar ushbu videoni ko'rib qandaydir sizni fikrlashingiz o'zgarib qolsa yoki qandaydir siz qanaqadir xarajatlarni kamaytirsangiz, men juda xursand bo'laman. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, aziz do'stlar, albatta hozirdan like bosib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Universal bank haqida ma'lumotlar videoni описаниесida bo'ladi. Xayr.